Ikkita farzandim bor. Ikkinchi tug'ruqdan keyin razrifli bo'ldi. Uchinchi homiladorlikni rejalashtirmoqman. Tug'ruq paytida razrifli bo'lmasligi uchun nima qilsam bo'ladi? Maslahat berasiz deb savol yo'llaganlar. Agar sizda tug'ruq paytida razrifli bo'lgan bo'lsa, siz homilador bo'lishdan oldin intim gimnastika bilan shug'ullanishingizni tavsiya qilaman. Chunki intim gimnastika bilan shug'ullanganingizda homiladorlik paytida toz osti mushaklaringizda elastik bo'lgani hisobiga tug'ruq paytida razrifli tushishi ehtimoli kamayadi. Agar siz homiladorlikni reja qilgan bo'lsangiz, intim gimnastika bilan shug'ullansangiz va keyin homilador bo'lsangiz, homiladorlikni 3-trimestrida tug'ruq jarayonini yengillashtirish uchun intim gimnastika mashqlarini bajarsangiz bo'ladi. Shunda birinchi, ikkinchi trimestrda shug'ullanish mumkin emasmi? Yo'q, birinchi, ikkinchi trimestrda, ya'ni 6 oydan keyin intim gimnastika bilan shug'ullansangiz bo'ladi homiladorlik davrida.